شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ama ba'du. Hürmetli qarindoshlar, bizning bugungi darsimiz Sura Baqaraning 218 oyati. Alloh subhanahu va taolo Allohning fazli marhamatiga loyiq, Allohning rahmatiga noil bo'ladigan mu'min kishilarning ahvolini turga ayirib sifatlab bu oyatda mundaq deydi. Estaizu billah إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Yani iman etqan ve hicret qilgan, Allah yolunda jihad qilgan bu kishilar Allah subhanahu va taoloning fazli marhamatini, rahmatini umid qiladigan kishilar Allah mehribon ve mağfiret kılgıcı. Hem de ayette 3 türünü sanıdı. Birinci türde iman etkan kişiler deydi. Bu bir. İkinci türü hicret kılgan kişiler. Üçüncü türü cihad kılgan kişiler. Yani hakiki Allah'ın rızalık için saf iman etkan, dinga yardım beriş için, dinni ali orunga iki kılış için hicret kılgan, İslam'ın kelimesinin en büyük buluş için cihad kılgan kişiler muşu işlerinin hemmini yercûne rahmetallah, yani Allah'ın fazli merhametini ümit kılıp durup kılgan bolsa Allah bular öz fazli merhametini nail kılıdı. Bular Allah'ın fazli merhametine erişidi. Yani deyişi mümkün bazılar, yani sual şekilde bunda desek, bir adam iman etiş, hicret qilish, jihad qilish oddiy ish emas ki. Bularni qilayotgan vaqtida fazli marhamat, Allohning marhamatini umid qilish bularning qalbida yo'qmi? Ya'ni masalani Allohning rahmatini umid qilish masalani Mavladan ayirib keltirishning nima hojati? Bir adam Allah'ın rahmetini ümit qilib iman etdi. Allah'ın rahmetini ümit qilib hicret qiladi. Allah'ın rahmetini qilib jihad qiladi. Bu iniq masala o. Dese biz bununla deymiz ki. Bende hiç kaçan Allah'ın qaşida bana cezmen mandaq nasi ba deb kesip diyamaydı. Nimişqa? İnsanın şunda bir günahları buluşu mümkün. Şunda bir cinayetleri buluşu mümkün ki bende dikkat qilmasdan, o'zi bilmasdan qiladi ve tövbe qilmay ketib qoladi. Her daim bu narsa bizning kallamızda bo'lishi kerak. Şoňaşqa her işte qilgan her ishimizda Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ixlos niyatni hozir qilishimiz kerak. Chunki shunda ko'nglimizga qilgan amallarimizning hammini buzib o'tadigan ishlar kelib qilish ehtimoli bor. Çünkü insan da biz xiyalımızga her xil xiyallar kılıdı. Bazıları riyalar, sumaatlar kelip kalıdı. Qavatqan işlerimizde tuyuqsuz xatirimizga Allah'tan başkasını közüge ahvallar kelip kalıdı. Şoň aşqa her daim özümüzni şu vaqt imanı küçüne hazırlap, xuddi düşman kelip qalsa qaytırımız zarbirdigan qaravulga oxşaş zihnimiz uçuq, hazır şekil turuş kerak ki kallamga riya kelmesin, sumat kelmesin, şu xiyallarni qo'g'lab turuş kerak, yani o'yg'oq turuş kerak. Zihnimiz o'yg'oq turuş kerak. Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün xalqning eng cho'ngi sayyidi, Peygamberlerinin seyyid olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta
Şuna deydi ki Allahümme inni a'udhu bike min ilmin la yanfa' ve min amelin la yurfa' ve du'ain la yusma'. Allah menfaat vermeydiğin ilimden panah vasle. Ben bundan panah dileymen. Kütürülmeydiğin emelden panah dileymen. Anlanmaydiğin duadan panah dileymen davadı. Yani Resulullah mı her daim özüne Resulullah'ta şakkınmayımız qoğa, ümmetiga ögütüş ve bir bendi buluş noktasıdın, insan buluş noktasıdın her daim kalbide karavul, ihlas karavulunu hazır tuvallıqını ifatlaydı muş Resulullah'ın muş duası. Eminette Peygamber aleyhissalatu vesselam her qanday işini ihlaslan qıldığalıqada hiç kim şakkınmaydı. Ama bizge şunu ögütüdü ma hadis arqılıq, ma dua arqılıq, yani insanın kalbiga shunda bir ishlar kelib qolishi mumkinki insonning qilgan ishini buzib o'tishi mumkin. Inson bunga har doim o'yg'oq turish kerak. Shunga biz bo'lib bilmay ketib qolgan taraflarimiz o'g'achqa biz kesin munda bo'ladi demaymiz, ammo umid asosida turibmiz. Ey Alloh, o'zlarining fazli marhamatlarini umid qilaman. O'zlarining rahmatlarini umid qilaman. Hergizmi Allah'a işenç qilib, yani o'ziga ishongan bunda. Deymiz hamda buni ishonch qilish desam, iymon nuqtasidan emas, balki o'zining qilayotgan ishlariga nisbatan jazmda ishonch, to'lib toshqa ishonch bilan Alloh bunda qilib berish kerak, bunda biz bunda qildik, unda qildik degandek, o'zi to'liq vazifani ado qilib bo'ldim, hamda Alloh bunda qilish kerak degan holatda yashamaslik kerak mu'min. Her daim bir kamchilikim bo'lishi mumkin, bir qilinmay qolgan qusurim bo'lishi mumkin. Ada qılanmay qolgan vazifam bo'lishi mumkin deydigan bir holat turib, buning uchun Allohdan mag'firat talab qilishimiz, bizga mukammallikni berish talab qilishimiz, gunohlarimizni mag'firat qilishni talab qilishimiz kerak. Chunki mana bir inchki nuqtadan birisi va Allohning rahmatini umid qiladi degan kelib biz azroq inchkilasak, rahmat degan nima desa, layoqatlik mukofotdan oshgan shaklda mukofot berishimiz fazl va rahmat deymiz. Biz qilgan ishimizning jazosini olsak, bu normal ajrimiz bo'lsa, qilgan ishimizdan o'ta bir narsani olsak, uningdan ortiq mukofot qilsak, bu rahmat bo'ladi. Menda Allohning rahmatini umid qiladi deyishimizning sababi, chunki Allohga qilayotgan ibodatimizning hammasining badli o'tilib bo'lgan. Yani bundan keyin erishadiganimizning hammasi Allohning fazli marhamati. Qanday o'tilib bo'lgan? Bizni yo'qdan bor qilganning o'zi yetarlik bir ne'mat. Buningga qancha qilsaqmi to'liqlab bo'lmaymiz. Bizda hech nima yo'q amaliyotda. Bizga keraklik har narsani hozir qilganligining o'zi tasvirligisiz bir ne'mat. Bizning ibodatlarimiz chiqishmaydi buningga. Demek ta hozirgi qadar mushta holatda Müşta bir fi ahsani taqvim güzel şekilde yaratilib, kolay şaraitlarga eriştirilib, hamma hazırlıklar hazırlanıp, yaşaganligimizning o'zi, mushu ne'matning o'zi bütün ibadetlerimizni qat-qat besib oladi. Demek ta hozirga qadar qilganlarimizning hammasini biz bo'lgan, erishib bo'lgan ne'matga sundursak, bizning qo'limizda hech nima qolmaydi. Unda olgandan keyin Allah subhanahu wa ta'ala bizga bergan ne'matlar bilan bizning qilgan ibodatlarimizni silishtirgan vaqtimizda chiqishmaydi. Endi bundan keyin Allohning bizga beradigan jannat va boshqa ne'matlarning hammasi bizning qilgan bir amalimiz, yaxshiligimizning qarshiligida berilgan narsalar. Balki Allohning xolis fazli marhamati. Ya'ni biz qilgan ibodatning amallarimizning tam ortiq bir narsa. Undan keyin buni biz rahmat men qilgan amalimning mukofoti emas, chunki mukofotni men abbuloqlik hisobli qilsam, u ortiq, men qilgan yaxshilikdan ortiq mukofot. Buni dal oyat rahmat degan iborasi bilan ifodalagan. Shuningga bu yerdagi fazli marhamat jazm erishman degan olmaydi. Chunki uning qarshiligida hech nima qilmadim men. Qilgan ishlarimning hammasi mukofoti oldin ola ib bo'ldim men. Hatto ortiqni ib bo'ldim. Endi bundan keyin oladiganimni faqat umid shaklida qilib. Shu oyatda yarjuna rahmatalloh. Allohning rahmatini umid qiladi deyishning sababi bu. Endi Alloh subhanahu va taolaning buyukligi nada desa, biz doimo Alloh subhanahu va taologa duo qilgan vaqtimizda
iltijo qilgan vaqtimizda bizda ikki xil kayfiyat bo'ladi. Birisi qo'rqish, yana birisi umid qilish kayfiyati. Bir misol olaylik, valillahil masalul a'la. Masalan, bir bola o'zining dadasidan, dadillik nuqtasidan aymanmasa, ya'ni qo'rqmasa va buning dadamg'u deydigan ishonch bilan o'ziga yaxshilik qiladiganligiga ishonmasa, u bola dadadan bir dadillikni his qilmagan bo'ladi. Bir dadalan bilan o'tirdiki masala. Ayni shaklda bizning Robbimiz bo'lgan nuqtasidan, jalol sifatlarning sohibi bo'lgan nuqtasidan biz Allohdan ayminimiz, Allohdan qo'rqimiz va Allohning va boshqa Razzoq va boshqa sifatlari nuqtasidan biz Allohga qiziqimiz, umid qilamiz, tilaymiz. Mana bu ikki xil narsa, qiziqish va qo'rqish o'rtaq shakllanmagan vaqtda birisi shunday masalaga uchrasa, bizning masalamiz to'g'ri bo'lmay qolgan bo'ladi. Ya'ni Allah subhanahu va taolodan qo'rqdik, ammo Allohga intilmadik, qiziqmadik, Allohdan umid qilmadik, iymon kamchil. Allohga qiziqdik, intildik, talab qildik, duo qildik, lekin qo'rqmadik, iymon kamchil. Shunga ikkisi birga bo'lish kerak. Ya'ni qiziqish va qo'rqish. Qiziqish va nima? Qo'rqish. Endi inson masalalarga cho'nqur qarag'an vaqtida Allah bizga vazifa qilib ustimizga otayotgan yoki cheklayotgan buyruq va cheklamalari, buning oqisidagi hikmatni o'ylagan vaqtimizda to'liq tamoman bizga manfaatli ishlar. O'zimizning dunyodagi oxiratni qo'yib turaylik, dunyoda bizga manfaatli ishlar. Hisobda biz uning foydasini ko'rib bo'lgan bo'lamiz. Endi bundan keyin qilgan shu ishlarimizga qarata Allohning buyruqini ijro qildik deb turamiz endi. Allohning cheklamasidan yandiq deb turamiz. Mushularga biriladigan mukofot nima desa, haygiz u ishimizning mukofoti olmasin, Allohning fazli marhamati. Chunki u ortiq. Chunki biz Alloh buyurgan ishlarni qilish orqali oladigan foydamizni ap bo'ldik. Dunyoda Allah to'sqa ishlarni yenish orqali erishadigan manfaat foydamizga erishib bo'ldik. Endi Allohning buning beradigan mukofoti biz erishgan foydalardan ortiq fazli marhamat bo'ladi. Shunlashqa buning hammasini rahmat iborasi bilan ifodalanadi. Bu rahmat degan yurja, umid qilinadi. Kesin birli degilanmaydi. Chunki bu biz loyiq erishmoqchi bo'lgan haqqimiz bo'lgan mukofotdan sir berish. Chunki biz haqqimiz bo'lgan ish bo'ldik dunyoda. No'g'anligin Allohning fazli marhamati har doim biriladigu deb umid bilan turamiz. Allohga doim esilib turamiz. Alloh bilan bo'lgan aloqamizni har doim qana qilmaymiz, uzmaymiz. Sura A'rofningki 55-56-oyatlarda Alloh subhanahu va taolo banda bilan Allohning munosabatini mana shu shaklda tasvirlaydi. Ud'u robbakum tadarru'a va xufya. Robbinglarga yelinib, yalvorib, bechoralarcha yushurun shaklda duo qilinglar. Alloh har ishda haddidan eshib ketganlarni yaxshi ko'rmaydi. Deb bo'lib, zaminni isloh qilib bo'lgandan keyin buzmanglar. Vad'uhu xawfan va tam'a. Alloh bilan bo'lgan duo munosabatinglar qo'rqib va umid qilib bo'lsin. Qo'rqib va umid qilib bo'lsin. Mana shakl duo qilinglar. Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin. Allohning rahmati muhsinlarga yaqindir. Rahmat ifodasini qo'llanadi Alloh. Yaqin degan ifodani qo'llanadiki, biz har doim qo'rqish va umid qilish ichida Allohga o'zimizni qana qilish kerak, bog'lash kerak. Chunki rahmat biz loyiq bo'lgan, bizning haqqimiz bo'lgandan ortiq, fazli bir narsa. Undan keyin buning biz kesin birish kerak deyamaymiz. Nima deymiz? Baskan deymiz. Bu shaklda muomala qilinglar da'vatidir. Ya'ni dunyoning hammasi Rahmon taoloninki qahri, mashiati, bo'ysundirishiga qana qilingan kontrolliqi ostida. Koinotning hammasining tamom tasarrufoti Allohning ilkida. Alloh bu zaminni yaratgan, mush shaklda o'rlashtirilgan zot. Undan keyin inson mayli oshkor bo'lsin, yushirin bo'lsin, Alloh subhanahu va taoloni oldida astoydillik bilan, xudu bilan duo qilish kerakki,
Allah insonning haddidan eshib ketishini, masalan, men demoqchi bo'lganim, biz ta'kidlayotgan narsa nima? Insonning Allohning oldidagi tuvan o'rnini deyapmiz. Ammo qachonki inson biz munda qildik, munda qilish kerak. Masalan, biz munda jannatga kiramiz, biz kirmay kim kiradi degandek, unda haddidan oshgan shakldagi ifoda Allah asla yaxshi ko'rmaydigan ifoda. Tamom tasarrufot Allohning vaqti kelsa qilgan ishini hammani baka qilib do'zax qilishga ham qodir. Alloh adil. Hargizmi qanday qilmaydi, insonga zulm qilmaydi, qat'iy. Ammo biz bayatdan degan bir nuqtani takror bir eslatib o'taylik. Sen har qancha ish qilib ket, erishgan ne'matlarning barobariga chiqishmaydi. Sen erishgan va erishayotgan ne'matlarga udlashmaydi. Bundan keyin erishadiganing Allohning rahmati. Yani rahmeti deganlik, yana takror tushundirsam, sen erishmoqchi bo'lgan, haqli qo'ygan ne'matdan ortiq taraf bu. Sen erishdiganga erishib bo'lding dunyoda. Hozirgi ahvolini qarasanglar bu masalani qo'lida. Undan keyin sening erishdig'ining Alloh o'zi fazli marhamatidan chiqib beradigan ortiq mukofot bo'lg'achqa, buning sen yo'g'on shaklda, o'zingni cho'ng tutgan shaklda, haqliq biz degan shaklda emas, Alloh baskan degan shaklda, tuvan shaklda, o'zingni tuvan tutib qanday qilib umid qilishing kerak. Ma ayeti davat qilimi ham shu. Vad'u xawfan va tam'an. Allohdan qo'rqib turib duo qilishing kerak, umid qilib turib duo qilishing kerak. Biramiki, bira degan shaklda. Endi Alloh qo'ygan iymon chuqum Allohga xolis bo'lishi kerak. Inson ziminni shirk, boshqa gunoh, ma'siyat, jinoyatlar bilan buzmasligi kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo dunyoning islohoti uchun haqiqiy manhajni, haqiqiy ta'limotni ko'rsatib berdi. Mush bo'yicha mangsa buzilmaydi dedi. O'zim Qur'on, Rasulullohning risolati. Endi mush bo'yicha mangallar Allohning rahmatiga erishadigan kishilarga rahmat bularga nima yaqin. Oyatning oxirisida inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin. Oyatni o'qigan so'ng Arafdagi oyatning oxirisi shu. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo buyuk zotki biz undan qo'rqib turib va umid qilib turib muomala qilamiz Alloh subhanahu va taolo. Qo'rqsak, umid qilmasak, umid qilsak, qo'rqmasak, bizning amalimiz qanday bo'lmaydi, qabul qilinmaydi. Shuningga bugungi o'qiyotgan oyatning oxirisida ulaika yarjuna rahmatalloh. Yuqoridagi ishni qilganlar Allohning rahmatini qana qiladi, umid qiladi degani bu. Biz umidni tushundirish uchun nurg'un gapni qilish to'g'ri keldi. Endi Allohning rahmatini degandagi rahmat degan nima desa, rahmat hech qanday xapliq, hech qanday dard alamga uchramaslik. Boshdan oxiri. Masalan, Qur'oni Karimda bir oyat bor. Sura Isro'ning 82-oyati. Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin. Biz Qur'ondan mu'minlarga shifoli qo'ygan va rahmat bo'lganlarini tushirdik deyotdi. Shifolik degan nima? Chiqqan masalalarning chözümü, hal qilishimiz. Rahmat degan nima desa, masalaning aslo chiqmasligi. Chiqib bo'lgan masalalarni Qur'on orqali tuzimiz va bundan aslo masala chiqmaydi. Yuz bergan kasalliklarni Qur'on orqali davolaymiz va bundan aslo kasallik yuz bermaydi. Ya'ni bu yerdagi shifo degani biz bu bo'lgan kasaldan, biz tushib bo'lgan mushkuli, masaladan, qiyinchilikdan Qur'on orqali qutqizimiz. Buni shifo deymiz. Ar-rahmatchu desa, saqib bo'lgandan keyin bundan aslo va aslo kasallik, masala, qiyinchilik yuz bermaydi. Rahmatning ma'nosi bu. Ya'ni aslo xapliqqa, mashaqqatga, aziyatga uchramaslik rahmat bo'ladi. Endi Alloh subhanahu va taolo shuni aniq biladi-ki, hech kim, bandalardan hech kim gunohdan oq bo'ladigan inson bo'lmaydi. Agar haqiqiy o'lcham tarozini sab o'tirib, yaxshilikning mavi, xatolikning mavi, jinoyating mavi deb o'lchaydigan bo'lib qolsa, xapliqqa qoladigini biz jafon tortadigini biz olib qolamiz. Shuningga doimo biz bunda duo qilishimiz kerak Alloh subhanahu va taolo. Ey Alloh, fazli, marhamatlari bilan muomala qilsiki, adolatlar bilan emas. Bizga ihson bilan muomala qilsiki, mizon bilan emas. Masalalarni kechirish bilan muomala qilsaki, hisob bilan emas. Agar bizga odillik bilan muomala qilib qolsa,
qilgan yaxshiligimiz va xatoligimiz birdan o'lchilinib, mukofot, jazo berilgili tursa, biz tugishimiz. Mizon bilan muomala qilsa, biz tugishimiz. Hisob bilan muomala qilsa, biz tugishimiz. Shunga biz ularning hammani qayrib qo'yib, bizga odilliklar bilan emas, fazli marhamat bilan muomala qilsa, bizga mizon bilan emas, ihsonlar bilan muomala qilsa, bizga hisob bilan emas, masalani yig'ib bilan bir taraf qo'yish. Odatda ba'zi hisoblarni qilimda akamizda bo'ldi-ya deblam hisobot qilmayinchga bo'pti mana ham o'tdi deydigan bir ish bor ya, mush shaklda muomala qilib mashta duo qilishimiz kerak. Rasululloh bizga jannatga qilgan amallarimiz bilan kirgizolmaydiganligini dedi. Buna deganlik nima o'zi? Amal qilsang jannatga kirmaysiz deganlik emas, balki qilgan amallarimiz navbat hisoblab qolsa yetishmaydi. Ammo jannat kirganimiz nima bo'lsa, biz qudratimiz yetkincha amal qila olsak, ixlos bilan, Alloh amelimiz yetishmagan o'zining fazli marhamatidan jannatga kirgizdi. Rasululloh deydi bu haqda. Imom Ahmad, Buxoriy, Muslim rivoyat qilgan hadislar va haqiqatlarlar. Hech kim aramlardan hech kim jannatga o'zining amali sababli kirmaydi. Sahobalar dediki, "O'zruch ya Rasululloh, men kirmayman." Hatto Alloh meni o'z marhamati bilan yo'g'isa, o'z marhamatining kirgizsa, an jannatga kiralaymaydi. Rasulullohning so'zi bu. Rasululloh demak bir Rasulullohlar odatdagi bizdek bir mu'min musulmonlar qanday qilish kerak? Umid qilishimiz kerakki, Allohga hech narsani shart qilmaymiz. Xolis amalni qilamiz. Bu amalimizning qabul bo'lishini umid qilamiz. Allohning kechirim qilishini umid qilamiz. Bizga marhamat qilishini umid qilamiz. Hammasi Allohning fazli marhamati kesib biz manda shuni qildik. Buning mukofoti ma bo'lish kerak. Bizga manda qilish kerak, manda berish kerak demaymiz. Sonra bu oyatdan o'tdik. 218-oyatdan o'tdik. Ondan keyin hamda bir savol keldi Alloh subhanahu va taoladan. Alloh subhanahu va taolo buningga mush savolni so'rab hikoya qilib turib buningga Rasulullohning orqali javob beryapti. Davatdi. Estağfirullah yes'alunaka anil khamr vel maysir qul fihima ismun kabir ve menafi'u lin-nas ve ismuhuma akbaru min naf'ihima ve yes'alunaka mada yunfiqun qul al-'afwa kezalika yubayyinullahu lekumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ben qisqa bir tarjima qilib o'tay avval. Ular sizdan haroq va qimo haqida so'rashdi. Bu haqda danki bu ikkisining nihoyat cho'ng zarari va buyuk gunohi va bu ikki ishning. Haqning oladigan ancha-muncha manfaatimi ham bor. Bu Qur'onning adolati ya'ni. Masalan, qarquyoq bir taraf qilmaymiz. Har qancha biz yoqtirmaydigan, biz tashabbus qilmaydigan ish bo'lsa-mu, uning yaxshi yomonlik tarafini o'rtaga teng qo'yamiz. Ammo bu yerda yaxshilik va deb sizlar u yaxshilikka aldanmanglar, u manfaatiga aldanmanglar. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya'ni buning jinoyati zarari manfaatidan buyuk. Ham ular sizdan nima xajlash, nima chiqim qilish haqida so'raydi. Qul affa chiqim qilsin chiqimlarda kezalika yubayyinullohu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Hani yuqoridagidek Alloh subhanahu va taolo sizlarga o'zining oyatlarini bayon qiladi. Sizlar bu haqda o'ylanib baqishinglar, fikr yurgizib baqishinglar uchun. Biz tarjimani yangi shaklda qilib bo'lgandan keyin endi oyatning izohatiga endi kiramiz. Haroq haqida kelyapti oyatning 5-i. Ular sizdan haroq haqida, qima haqida so'raydi dedi. Haroqninki arabchada ifodalanishi xamr deb ifodalandi. Arabchada asli so'zning yeltizini surishti qilsak, bir yerga yushirinib qolgan, yo'g'ilgan degan ma'noni ifodalaydi. Hatto ayollarning usti beshini yopadigan kiyimini, yaqloqlarini arabchada xamr deydi. Ya'ni ustini yo'g'aydigan degan shaklda. Qima maysir degan atalg'u bilan ifodaladi. Maysir asli nima desa, qo'laylab pul topadigan narsa degan gap yani. Qo'laylab pul topadigan ish. Haqning mol-mulkini qo'laylab keltiradigan degan. Chunki kishilar shunday ko'rinadi. Qimada asallan pul topilgandek ko'rinadi. Endi haroq bilan qima ishi islom kelishining oldidan jahiliyat, islomdan ilgirki davrlarda normal tunilgan bir ishlar. Endi islom kelgan vaqtida manda bir yo'linishiga diqqat qilishimiz kerak. İslam sistemga, jamiyatning tuzilma sistemiga qarata, aqidaga qarata kesib muomala qiladi. Buningda chupirish yo'q. İslamning asos tarafi.
Yani ondan da bir neçe basqıçta hal qildi demaymiz. Kesib bilan islomning ta'limotini o'tirib qo'ydi bu yerda. Aqida bu, iymon bu, ibodat qiladigan zot bu mashakilda. Hargizmi sizlar butqa bir kun ibodat qilib, bir kun ibodat qilmanglar, bir hafta ibodat qilib, bir hafta ibodat qilmanglar degandek shaklda emasmi? Palampay shaklda emasmi? Asosiy qism kesib hal qilingan. Aqida va sistem masalasida, tuzilma masalasida. Ammo masalan yani la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb kelgan kun ustida tutlam shu bo'yicha keldi. Ammo ibodat ahkam bo'libmi odatga aylanib ketgan masalalarga kelgan vaqtida islom bularni asta-asta yuqori palladan tuanga tushirib, tuandan texmi tuanga tushirib, tuandagilarini yo'qotish orqali palampay bosqichga bilish orqali hal qilgan. Bu shariatningki yo'lga qo'yilish hikmatlarining birisi. Amaliyat atrofimizda bir davlat qurilib qasdaydi, islom davlati. Kisblam hükümlerini bıraklam yol koyulamaydı. Çünkü Kur'an onda yol koymadı hatta. Qanak turib meseleni 5 yıllam kisblam harakni içmeyselam demedi. Çünkü o bir cemiyetke sınıp hem adam normal günde neçe vaqt içip içmesi bo'lmaydigan yerga yetib qolgan bir narsa. Qamamı şu. Eğer onda bo'lib qolsa, bıraklam cemiyet öğretip bo'liblam hal qilib bo'lmaydi buni. Lekin meseleni qanday shaklda hal qildi Qur'on? Palampay şekilde asta qadam hal qildi. Endi haraqni biz bayatdin söz ma'nosida Uyg'urchadagi haraq asli qaysi so'zdan kelgan buni aniq ma'lumot yo'q menda. Balkim haraqningki talaffuzi qargan vaqtda arab tilidagi araqa, yuriqu degan bu so'zdan kelgan bo'lishi mumkin. Yani töküp ötüdüğün narsa. Çünkü bizden Uygurlar İslam kirgen vaqt bak uzun oqaçqa. Belki harak ondan keyin tunulgan bo'lgan, töküp ötülendiğin narsa deb tunulgan şekilde taqalgan bo'lishi mumkin, ammo tam ma'nosini men uni o'qimayman. Ammo arab tilida harak yögeydigan, yapadigan degan ma'noda nimani yögeydi desa. Allah subhanahu va taala zaminda yaratgan mahluqlarning ichidan İnsanni ziminni idora qilish uchun ziminning ochqishini insonning qo'lida tutgan. İnsan nimasiga tayinib bu buyuk ziminni boshqaradi? Bütün zimindagi jonliq, jonsiz shaylarning hammasi insonga nima uchun xizmat qiladi desa, insonning hammadan ortiq birla narsa bor, o'sma aql. Ya'ni insonni inson qilgan bir ochqish bor. Dal haroq mushaga qana qiladi, qarshi keladigan narsa. Ya'ni insan buluşu insanın, ziminin başkuruş açıkçının insanın kolda buluşu, bütün neslerinin insana boysunturuluşunun tüm amılı olan akıl tusa, harak akılıp muş aklını yok kılıdı. Yani bu demek insanın harak içkini, ben ziminde hocayım olmayayım. Ben bu aklını red kılma degende bir ifade. Ameliyat harak içkini. Ameliyatda araq içkenlerden sonra araqni nima içerse har xil bahanalarni ko'rsatib sabab ko'rsatdi. Masalan, oy haraq dunyodagi g'am g'ussilini qana qilib unutildirib, ancha-muncha ko'ngilni xo'sh qiladi deydi. Ey, deymiz endi. G'am bearamchilik ma'lum manbadan chiqadigan narsa. Aqlni ishlatib baqsa, ashta xafalık g'am g'ussilni unutish orqali masalani hal qilib bo'lamda. Yo'q. İslam bizga nima o'rgatgan? Masala yuz bersa, masaladan qochma. Sana aql berilgan, kuch-qudrat berilgan, aqlingga tayinib, kuch-qudratingga tayinib masalani hal qil. Bu islomning bizga bergan ta'limot. Ammo inson daha qarabligida bearam bo'lib qoldi, ichib pushib qoldi, tushkun bo'lib qoldi, haroqni bilan ichibligida o'zi asli toza ishlatib, kallani ishlatib, masalani hal qilishning o'rniga yo'q qilib, aqlni yo'q qilib, unutib qutulib olish bu aqlliq. Bu ahmoqlik bu. Yani meseleden kaçış, mas'uliyatdan kaçış bosh narsa emas. Amaliyotda biz mushu birilgan, mushu ne'matga tayinib yuz bergan qiyinchilik masalalarga yuzlanishimiz kerak. Hal qilishimiz kerak. Qochsa qolmaydi undan. Maharq ichganlar dunyoning g'amlarini unutuymiz degini amaliyot bir ahmoqlik. Mas'uliyatdan qochqanlik, unutish orqali masala hallamda, qochib qutulganlarda asla unda bo'lmaydi. Mesela ishni tegidan hal qilish kerak. Allah mushuni ishlatib, masalani hal qil degan aqlni shaqqida,
Masalan, xuddi bir oldimizda dushman kelsa, bizning bir qancha askarlarimiz bor edi. Askarlar orqali qarishtirib yengadigan dushmanni, akiblam askarlarning hammani zaharlab yoki boshqa narsalarla hujum ketkizib o'tib, xuddi yo'q bizda bo'lgandek dushmanning oldida yetib olish u. Hayotning qiyinchiliklarining oldida o'zining aqlini yo'qiblam, haroqdan birini ichib, mas'uliyatlan, men yo'q dunyoda degandek yetib olish u. Asli insonning vazifasi emas. Hayotning qiyinchiliklarining oldida dast turish, tik turish, aqlni ishlatib turib, ishlatadigan aqlni yotqizib qo'yib, uni haroq orqali mas qilib qo'yib, o'zingning men yo'q, o'tib ketsin desa, o'tmaydi, bunday ish yo'q deydi. Endi masalashda haroq masalasi bir qancha bosqichda hal bo'ldi dedik. Buning dastlabki bosqichlari asosan nasihat, ko'rsatma shaklda boshlangan bu ishlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining mevcut ne'matini bizga bergan, eslatgan bir oyat var. Sura Nahlning 67-oyatida bizga eslatib turib bergan ne'matlarini. Va min samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Sizlar xurmo mevalari, üzüm mevalaridan, üzümlardan o'zingni xo'sh kayfiyat qiladigan, mast qiladigan ichimliklarni yasaysizlar va go'zal rizqlarni, yemakliklarni yasaysizlar dedi. Menda bir inchki bir nuqta bor. Atrofda bo'layotgan ishni hikoya qilyapti Alloh. İnsanlar şu vaqtida o'simliklar, shu meva-chevalardan foydalanib ichimlik yasaydi. Bir bölüklerini haroq qiladi, bir bölüklerini meva suvi qiladi. Bu ikkisini tilga oldi. Tilga olib, haroqni tilga olgan vaqtda hech qanday ifoda qo'llanmay haroq, ya'ni mast qiladigan ichimliklar deblam o'tib ketdi. Qolgan narsaga kelgan vaqtda go'zal yemekliklar, güzel içimlikler degan şekilde, güzel rizq degan şekilde ifodaladi. Mush yerda Alloh subhanahu va taolo islomning haroq tutgan maydonini ifodaladi. Ma'amda nasihat yetaklash maydoniga boshqa kisb haroq unda bunda demidi. Faqat kishilarning meva-chevalardan foydalanayotgan shakllarni bayon qilib ketib o'tib, masqiladiga kelgan vaqtda tuz ifoda qildi islom. Ammo boshqa kelgan vaqtda go'zal deb sifatladi. Shuning o'zi bizga bir narsani da'vatidi. Ya'ni islom mast qiladigan yemekliklarni yasashinglarni qo'llamaydi degandek bir ifoda chiqadimayadi-ku. Ya'ni ya ikkisini biraqlam qanday qilib ifodalab o'tmadi. O'simliklarni har xil ichimliklar deyotgan bo'lsa tugaydi. Butun ichimliklarning ichidan mast qiladiganlarni shaqqida ayirib chiqarib qo'yib rizqa hasanan, ya'ni go'zal ichimlik, go'zal rizq deb ma'no ayrim sifatlashi anıga qarata sel göz qarashi boshqa islomning, Qur'onning sel göz qarashi boshqa degandek bir ifodani qana qildi. Ba'di. Endi mishada bir nuqtani deb qo'yishimiz kerak qarindoshlarimizga. Islom ba'zi narsalarni vaqti kamisa nasihat yetaklash shaklda o'tirib qo'yadi. Buningda majburlash olmaydi. Qilsang qilmasang, ixtiyor, mau yaxshi, mau yomon deb qo'yadi. Bu bir bosqich. Vaqt soati pishib yetilgan vaqtida tashri' qonun shaklida kesin hukm shaklida o'tirib qo'yadi. Vaqtda ustiga majbur qilsa shuni, etsa, ma'ni qilmaysiz degan shaklda yo'l qo'yadi. Buning farqida bo'lishimiz kerak. Ya'ni buni ikkisini farqlantirishimiz kerak. O'ynamış qunda deydi deb o'tib ketsak bo'lmaydi ayarni-chu. Ma bayatni o'qigan oyatimizdagi mas qiladigan ichimliklarga qarata islomning burdagi ifodasi faqat nasihat yetaklash shaklida. Endi mushta narsa, avo go'zal ichimlik bo'ladi. Ma mushtaroq bir ichyapsizlar endi buni deb o'tib ketgandan keyin insonda bir xil tuyg'u paydo bo'lish kerak-da. Endi bugungi oyatimizda Alloh subhanahu va taolo yasalunaka anil khamr wal maysir. Ular sizdan haroq qilma haqida so'rashdi deb bo'lib, bizga bu ikkisiningki foyda, manfaat va ziyon, zarar taraflarini bayon qilib berib, Rasululloh shunda dediki, "Dan ularga yetkazing, qul fihima ismun kabir va manafi'u lin-nas." Ammada onun cho'ng bir zarar, aziyat, jinoyat, gunoh bor bu haroq bilan qilmoqda deb bo'lib, keynidagi kishilar oladigan ancha-muncha manfaat bor degan jumlani demagan bo'lsa, balkim avvalo sakrab chiqibdi. Voy biz degan haroqni nurg'un foyda qozonamiz. Masalan, tijorat bir tijorat turi bu.
G'amlarimizni unutmaymiz, andaq mundaq falan. Nurg'un foyda manfaatlarini so'zlab chiqaradi. Qur'on insof bilan muomala qilyapti. Qur'onning bu ajoyib masalalarga har taraflama qarash, to'g'ri? O'zingni foyda deb qarayotgan bir kishilar ba'zi. Bu bir tijorat turi bo'lib, ma'lum bir ishsizlar ish qurilish, masalan, hozirgi atalib bo'lanmasa, foydalisizlar, masalan, ichib ancha-muncha xush kayf bo'lasizlar, g'amlaringni unutysizlar. Ba'zanda shu mas kayfini tutib qolgan vaqtda, tangshalgan vaqtinglarda nurg'un yaxshi ishlarni xudoni bilmay qilibsizlar, lekin aqlingni topib qolgan vaqtda ig'zingdan chiqib bo'lgan yanamay, nurg'un yaxshilar o'tirg'i chiqadi. Bunisi yaxshilik deysizlar. Amaliyotda bu yaxshilik bu haroqdan keladigan zararning oldida hech narsa emas. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Buning zarari, ziyni, jinoyati, buning manfaatlaridan qat nima yuqori. Yana takror deb qo'yay, yani askartib qo'yay. Ma oyatmu tahi rasmiy qonun chiqarib haroqni qilmani harom qilgan bosqichdagi masala emas. Faqat nasihat yetaklash bosqichidagi masala. Masala taqashida ketyapti, Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya'ni bunda gunohning borligi, jinoyatning borligi, ziyonning borligini qanaq bo'ldi deb bo'ldi, lekin kesib qanaqimidi tashladi demidi. Nimishqa masalani asta-asta betaraf qilish kerak. Chunki shu vaqtdagi kishilarning qon-qiniga, turmushlarining shu bir yerlargacha singib ketganda bu odat. Faqat masala oyat orqali kishilarni odatlanish shaklidan chiqarmoqchi Qur'on hozir. Unda odatlanmadak emas demakchi. Odat degan bir odam uni kunib ketgan, qimisi bir narsa kimda ko'p qiladigan. Endi vaqt o'tkazib asta abi qilmaylimi ya? Deb bir qimyalaydigan, masalan, tashlayalaydigan, uni ichmaymi bir kun, o'ynamaymi bir kun o'talaydigan bir holatga kelsa, ondan keyin sal masalani qana qiladi, kengaydi deyana. Bu haroq haqidagi masalaning birisi. Endi haroq bundan keyingi haroq cheklanishining tunji qadami qanday bo'lgan desanglar, birisi musulmonlarning birisi haroq namozga kelib, ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun deb mana shaklda o'qiganda tam ma'no ta'trul demdi. Shu sizlar ibodat qilayotgan butqa men ibodat qilaman degandek ma'no chiqadi demdi bo'ldi. Shundan keyin ikkinchi bosqich tushdi. Sura Niso'ning 43-oyati. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata va antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sizlar namozga masbat yaqinlashmang. Ta o'zingning aqlingni joyiga kelib, hoshingga kelib, ig'zingdan chiqqanni tuyg'udek bo'lganda ankilanma dedi. Ham bu oldin qatim sal masalani yaqinlashtirgan ya, men namoz masalasi tixim masalani yaqinlashtirdi. Ya'ni inson 5 vaqt namoz o'qiydigan inson attigin uyg'onib farqishmay chunki bomdati bor. Bomdatdan keyin peshingacha yana ishmay chunki peshin yiqilishib qolgan orliq yaqin asr shom xubdan bo'lib 5 namoz orliqida tamom ichmaydi. Chunki namozga yaqinlashmaydi. Namoz o'qimasa olmaydi. Tamam xubdan o'qib o'tib, ondan keyin ishchida bir necha romka masalan yoki bir necha qacha yani mas'udlar uyquga ketadi, attigini uyg'onib bomdatga hozirlik qiladi. Demak, 24 soat ichida bir qitimlan purust qiladi insonning haroq ichadigan. Faqat bir qitim. Bu orqali yarim kun kechida ishalaydi. Lekin haroq degani davomli ichadigan narsa emas. Ishda mas'uludi uxlaydi u. Mashta vaqtning ko'p sonliqi haroqsiz o'tadigan bir holatlar shakllanib ishmisimi bo'la oladigan bir holat insonni shakllanadigan ekan. Ondan keyin yana mashta ahvollar haroqdan masalalar chiqib, hali amasl chiqib, hali mamasl chiqib, hatto qonga kiradigan boshqalarningki, qiniga kiradigan masalalar chiqilgan vaqtida ondan keyin musulmonlar o'zligidan Rasulullohdan bu haroq haqida kesin bir hukm tushika deb talab qilib kelgan vaqtida sura Maidaninki 91 ikki oyat tushib haroq, qima, butga pal soladigan o'qiya qatorliq masalalarni bir oyat bilan kesib harom qildiki, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsum min amalish shayton.
Haroq, qima, o but, masalan, butning qashdagi palsaladigan o'qyolar, masalan, aqida masalasida. Bularning hammasi nejis ishlar. Shaytonning ishlari faytanibuhu oyatning oxirisi va eng oxirida fahal antum muntahun. Endi to'xtab qolamsizlar degan shaklda musulmonlarni kesib to'sdi. Musulmonlar bo'ldi, endi to'xtadik deb bu ishlardan qo'l o'zi. Demak, haroq masalalari mush shaklda yo'l qo'yilib, undan keyin oxirigacha tamom nima bo'lgan, harom bo'lgan. Ya'ni haroq bilan qimoning yo'l hukmlarining yo'l qo'yish qadam bosqichlari haqida azroq to'xtaldik. Bugungi ammo oyatning tam hammasi tugmadi. Vaqt munosibligimicha to'xtaymiz. Inshaalloh davomini kelasi darsda davom qilamiz inshaalloh. Ammo biz shuni tushunib olamizki, bu darsdagi ikkinchi mazmunidan haroq bilan qimoning asli insonlar jamiyatida bir avjab ketgan, o'nlashib ketgan, hamma odam qimay turmaydigan bir narsaga aylanib ketgan bo'lgancha, bularning harom qilinishi bosqich qilinib, qattiq odatlangandan bo'shaq qiladigan holatga kelib, ko'p vaqtlarda qilmaydigan holatga kelib, tam hammasini to'liq harom qiladigan shaklda bosqichlarni peshidan o'tkazgan. Biz inshaalloh qolgan tafsilotlarga kelasi soat kiramiz. Mush oyatda Alloh hammalarni harom qilgan ishlardan yaroq turadigan kishilarning qatoridan qilsin, o'zining rahmatini umid qiladigan kishilarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.